Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Loyihachi UZB jamoasi tomonidan hozir Navoiy shahri Vaynigarado'kda joylashgan 6 sotixlik hovlimizda loyihalari qilib berildi va o'shanga yarasha hozir bu yoqda qurilishlari ketyapti. Dizaynlarini mana ko'rib turibsizlar, mana videosi chiqdi va bu yoq tarafda mana shu o'shani planirovkasini ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlarga birma-bir ko'rsatib tushuntirib o'taman. Uyimizga kirish darvozasi mana mashinalarda bo'ladi, gideti. Chunki bu yoq tarafga mana mashina qo'yiladigan, navesli joy qoldiriladi. Uyimiz egalari tomonidan mana shunaqa loyiha qilib beringlar deb aytilgan edi va uylarda dekorlar, hamma narsa o'sha qo'yiladi. Mana shu videoda ko'rib turibsizlar, xuddi o'sha videodagi qilib dekoratsiya ishlari mana mashinalarda bo'ladi. Uyimizning mana oxirgi qismida letniy kuxnya bo'ladigan joyi bor va bu yoq tarafda chiroyli, katta zelyoniy zonamiz bo'ladi. Bu yoqlar hozir hamma yog'i buzilyapti. O'zi yer hisobida hisoblanadi va bu yoqni 2 etaj qilib, o'sha high-tech uslubida qilib quriladigan bo'ldi. Va undan tashqari juda ham ko'p qulayliklarga ega bo'ladi. Mana videoda ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli uylardan bitta bo'ladi. Menimcha Navoiy viloyatida o'zi bitta bo'ladi bunaqa uy. Albatta sizlarga ham xuddi shunaqa loyihalar kerak bo'lsa, kimga murojaat qilishni bilasizlar. Navoiy viloyatida number 1 bo'lgan loyihachi UZB jamoasiga murojaat qilsanglar, mana shunaqa planirovkalarni sizlarga juda ham hamyonbop narxlarda qilib berishadi. Nomerlarni mana yerda qoldiraman, tez aloqaga chiqinglar.